Alhamdulillah, Allohning izni bilan navbatdagi zinapoyamizdan betonini qo'yib bo'ldik. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar va foydalanuvchilar, bizning obunachilar. Ko'rib turganingizdek zinapoyamizni qo'yib bo'ldik. Inshaalloh zinapoyamiz haqida ozgina videoda sizlarga tushuncha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mana shu ko'rib turgan birinchi stupenkamiz, mana 1, 2, 3-chi plashatkamiz kengligi 170 sm bo'lgan. Birinchi stupenkamiz esa 18 sm. Sababi bu yerda burchatka bo'ladi. Stashka 0 haqqini chiqazib o'zini balandroq qilib qilindi. Qolgan stupenkalarimizning hammasini bir xil razmerga olganmiz. 13,5 sm ga olganmiz. Stupenkalarimizning hammasini balandligi 13,5 sm. Hop, zinapoyamizning kengligi 1,40 bo'lgan. Oyoq qo'yadiganimiz esa 30 sm bo'lgan. Bu yerdagi plashatkamizni ko'rishingiz mumkin. Juda katta plashatka bo'ldi. Kattaroq obzorda sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. 0.5 ga qo'yib olsak ham chiroyli chiqar ekan mana. Zinapoyamizning tak qismi ko'rinishi tekis zinapoya bo'lgan. Bu yerda plashatkamizga ozgina fason berishlar o'rganmiz. Fasonimizda bu yerda ozgina oldini oysimon qilib chiqazganmiz. Ikkita 8 ga 8 lik metallический profillar o'rnatganmiz. Sababi bu yerga nержавейкада temirdan perila qilinar ekan, shuni hisobiga o'rnatganmiz. U yog'iga esa devorni o'ziga qotilish hisobiga qo'ymaganmiz. Qilgan sizlarga manzur kelgan bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash betonchining xizmat zakazlaringiz bo'lsa, описание telefon nomerimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik.